Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ushbu darsda biz siz bilan gaplashamiz noto'g'ri fikrlar haqida. Qanaqa fikrlar sotuvchilarga mushat qiladi rivojlanishga? Nima qarshi bo'ladi, чтобы siz ko'proq sotuv qiling va ko'proq daromad oling. Men sizga hozir 10 ta misolni ko'rsataman, lekin bunaqalar ko'p bo'lishi mumkin. Agar sizni qanaqadir sizda fikr bo'lsa, sizni to'xtatadigan chatkami bir yoqqa yozing, uni ham biz hal qilamiz. Xullas, birinchisi bu faqat kimda emotsiya bor yoki o'ziga ishongan odamlarda faqat zo'r sotuv bo'ladi xolos. Agar kimdir o'ylashi mumkin. Agar menda, например, men uyatchan odam bo'lsam yoki qandaydir natijam bo'lmasa, men sotolmayman deb. Yo'q aziz do'stlar, hamma mana shu sotuvchilar kimda даже hozir ko'p sotuvi bo'lsa ham, mashina ichida olsangiz har xil odamlar bor. Kim o'ziga чисто уверен odamlar bor, kim tako bilasizmi, спокойный odamlar ham bor. Har xil bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, sizning natijangiz borgan sari oshaveradi. Hech kim mana hozir muvaffaqiyatli sotuvchilarni, boy sotuvchilarni olsangiz, siz o'ylaysizki, hammasi prям сразу tug'ilgani bilan уже zo'r sotishi bilardimi yoki сразу уже уверендimi? Yo'q, ular ham natijaga erishish uchun ular ham bilim olgan yoki сразу praktika bo'lgan, сразу sotib yillab natijaga qanaqadirga erishgan, o'zini opitini oshirgan. Shu uchun aziz do'stlar, agar sizda hozir sus bo'lsa, qiyin bo'lsa, bunda umuman qo'rqmang, bu normalni, bu vaqtincha. Тем более siz mana kursni o'tishni boshlayapsiz, так что sizni rivojlanishingiz ancha tezroq bo'ladi. Ikkinchisi, muvaffaqiyat sotuvda udachaga bog'liq. Yo'q aziz do'stlar, udachaga emas, da bo'lishi mumkin. Kimdadir udachniy сделка. То есть, misol uchun sotuvchi hech narsa mencha qilgan yo'q, просто shunaqa zo'r klient tushib qoldi, сразу уже любой sotuvchidan ham olardi. Lekin asosiy sotuvlarni aytsak, то есть, misol uchun 10%, 20% mana shu udachaga bog'liq bo'lishi mumkin yoki qanaqadir случайностьga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin 80-90% sotuvlar bu чисто harakatga, bilimga, tajribaga. Hozir sizda tajribangiz katta bo'lmasa ham, siz hozir bilim olasiz, sizda harakatingiz ham bor. Ras hozir siz shu kursda уже o'qiyotgan bo'lsangiz, olgan bo'lsangiz, значит sizda harakatingiz bor, значит sizda hammasi bo'ladi. Qaysidir odamlarda tajribasi ko'p, lekin bilim, teoriyasi kam, nazariyasi kam. Nazarini ham hozir agar sizda tajribangiz ko'p bo'lsa, уже yillab ishlatgan bo'lsangiz, hozir sizga как раз teoriya olasiz, дополнительный bilim olasiz, sizning ham ishingiz ancha tezroq bo'ladi. Дальше. Sotuv bu chiroyli gapirishni o'rganish. Do'stlar, agar siz chiroyli gapirishni o'rgansangiz, bu emotsiya bilanmi, nimami? Da, sizga plus bo'ladi. Lekin buni ham siz o'rganasiz. Albatta siz buni ham o'rganasiz. Misol uchun men даже, например, men o'zbek tilida точно tindiq gapirmayman. Chunki men o'zbek bo'lsam ham, men asli Tojikistonda tug'ilgan, aqda shiva boshqacha, bu birinchidan, ikkinchidan bir umr men Rossiyada yashagan. То есть rus yasli, rus maktab, rus universitet, rus polni, то есть o'zbekchani birinchidan shivamiz boshqacha, ikkinchidan o'zbekchani faqat ota-onalarim bilan gaplashgan, shu uchun sal noto'g'ri gapirishi mumkin. Lekin bu menga baribir ham mushat bermaydi. Sotuv qilishga, даже noto'g'ri gapirsam ham o'zbek tilida. Mana чисто доказательство mana siz. Siz oldingizmi mana shu kursni o'qishni boshlayapsizmi? Значит, men gapirishim, men qanday sotganim, mana shu hammasi sizga qulay bo'ldi, sizga normalni bo'ldi. Даже agar o'zbek tilida aksent bilan gapirsam ham. Yana to'rtinchisi, klientlar o'zi biladi nimani xohlaydi, shart emas nimanidir sotishga, и так далее. Do'stlar, ba'zi klientlar biladi nimani ular xohlaydi. Ba'zilari biladi, lekin ba'zilari bilmaydi bu narsani. Sizni vaziyatingiz, maqsadingiz, harakatingiz bilish nima klient xohlaydi,
klient o'ziga yordam berish, nima klient xohlashini ba'zilari o'zi bilmashi mumkin. Shunga qarab sotish. Dальше. Kerakli narsa bu narx. Narxi agar zo'r bo'lmasa, qancha sotmasam ham, qancha zo'r gapirmasam ham sotilmaydi. Hammasi narxga bog'liq. Ba'zi odamlar o'ylashi mumkin. Yo'q, 100% emas. Chunki ba'zi odamlar haqiqat narxga qaraydi. Haqiqat. Lekin yana shunaqa odamlar borki, narxga qaramashi mumkin. Har xil odamlar bor. Kimdir narxga qaraydi birinchi bo'lib, kimdir birinchi bo'lib kачествосiga qaraydi, kimdir birinchi bo'lib odzivlarga, mujoz fikrlarga qaraydi, kimdir yana nimadir narsalarga qaraydi. То есть hamma odamlar bitta narxga faqat qaramaydi. Agar siz даже biror kompaniyada ishlayotgan bo'lsangiz, narxlari qimmatroq bo'lsa ham, bu aytilmaydiki, что bizda hech kim olmaydi, bizaniki невыгодно deb. Yo'q, bu qanday siz sotsangiz, qanaqa условиялар bersangiz, qanaqa servis, качество, обслуживание, bunda ko'p narsa bog'liq. Bu hamma shu narsalarni biz holi o'tamiz. Keyin hamma klientlar bir xil deb o'ylashadi. Bu ham absolyutno noto'g'ri narsa. Даже tajribali sotuvchilar, anchada bir ishlaydigan sotuvchilar, kim yillab ishlaydiganlar, ular ham hayron bo'ladi bizani nima vazifalarimizni qilishni boshlasa, analiz qilishni, auditoriyani tahlil qilishni, ular tamom ba'zilari shokda bo'ladi. Aytadiki, yo'q, men вообще o'ylamanki hammasi bir xil o'ylaydi, bir xil narsa kerak deb. Akasi tovar bitta bo'lsa ham bittasiga bitta gap deb sotish kerak, ikkinchisiga ikkinchi gap deb sotish kerak. То есть klientlar bir xil emas. Mana shuni biling, bilingki, что har klient bilan har xil ishlash kerak. Дальше. Продажи это навязывание продукта. Yana bitta noto'g'ri fikr. Nima deganiki навязывание продукта? Bu deganiki, что kimdir o'ylaydiki, sotuvchilar bu mashnaga yoqimli emas odamlar. Даже kerak narsani ham ular sotadi. Yordam kerak bo'lmasa ham kelib nima yordam beray, undoq bundoq deb o'ylashadi. Da, shunaqa sotuvchilar ham bor. No, biza ushbu kursda o'rgatadigan sotuvlarni, texnikalarni, sekretlarni biza sizga нормальный, yaxshi sotuvlarni o'rgatamiz, чтобы klientlar доволен bo'lsin, чтобы siz o'zingiz доволен bo'ling, чтобы sizga ish yoqsin, sizga daromadingiz oshsin, sotuvlaringiz oshsin, klientlar ham rozi bo'lsin. Biz ashunaqani o'rgatamiz. Keramas narsalarni tiqishga, nima qilishga yoki klientlarni joniga tegish, unaqa narsalarni biz o'rgatmaymiz qanday qilishni. 9-chi. Agar men уже tajribali sotuvchi bo'lsam, menga keramas обучение. Do'stlar, обучение bu бесконечный процесс. Bunda siz borgan sari чем ko'proq rivojlanaversangiz, tem ko'proq sizni sotuvingiz ko'payaveradi. Aytaylikki, masalan, siz oyiga просто пример aytaman. Tam 100 ta sotuv qilasiz. Yangi texnikalarni nima o'rgansangiz, yangi texnikalarni praktika qilsangiz, уже masalan, oyiga 100 ta emas, 110 ta qilasiz. Yoki tam yana обучение o'tasiz, yana nimadir fishkalarni o'tasiz, уже 120 ta. Tushunabsizmi siz? Borgan sari rivoj bu bunaqa yo'q, что, например, mana nuqta A, nuqta B, все, nuqta B ga keldim, tamom. Yo'q. Rivoj beskонечно ketaveradi, buni oxiri yo'q. Чем ko'proq siz sotuvda rivojlansangiz, yangi bilimlar olsangiz, yangi qanaqadir kitoblar o'qisangizmi, yangi texnikalarni qilsangizmi, borgan sari sizni sotuvingiz oshib boraveradi. Yana 10-si, продажalar, sotuvlar bu faqat ekstravertlar uchun. Ekstravert, introvert. Nima deganiki ekstravert? Ekstravert bu odamlar bilan yoqtiradigan gapirishga, odamlar bilan o'zi uvereni gapiradi. Introvertlar bular yoqtirmaydi gapirishni, tam o'zi bilan o'zi bo'lgisi keladi и так далее. Lekin sotuv asli ularga ham, bularga ham, просто ularning texnikalari, ularning podxodlari har xil bo'ladi. Ekstravertlarga bitta texnika, ularga yoqimli texnika, ularga natijaga beradigan texnika. Introvertlar, то есть kim yo'chayroq, tam nima, ularga boshqa texnika, чтобы ularga qulay texnika bo'lsin, ularga yoqimli bo'lsin, shu texnikalar ko'proq daromad olib keladigan, sotuv olib keladigan. Agar sizda qanaqadir boshqa fikr bo'lsa, nima sizni to'xtatadigan, rivojga tam bermaydigan, yana qanaqadir yozing, tam kuratorimizgami, agar tarifingizga kurator kirsa yoki chatkami, buni ham gaplashib, обсуждать qilib hal qilamiz aziz do'stlar. Только вперед!